Bugun Uzuklar hukmdori O'rta Yer jangi degan o'yinda ikkinchi qismi, ya'ni bu ham anaqa strategiya o'yin. Shuni o'ynab ko'ramiz. O'zi avval ham o'ynaganman. Hozir endi qaytadan o'ynayapman. Bu yerda o'ziga yarasha har xil anaqa nima deydi, rassalar bor. Mana men odamlar, elflar, haligi gnomlar, keyin bular Uzuklar hukmdoriga mana Mordor, goblinlar, Isindrat, kinoda ko'rganlar albatta tushunadi. Menimcha notanish emas bu. Randomli mediumda o'ynab ko'ramiz. Pulni ko'paytiramiz ikki tomondan ham. Xohlagan rangda farqi yo'q. Ikki tarafda ham team o'zi randomli beradi. Ikkalamiz bir-birimizga qarshi o'ynaymiz. Va bugun men bilan o'sha randomli kim tushsa o'sha bilan o'ynab ko'ramiz. Va menga yoqadigan karta Forlindon, ikkita bo'ling mana shunaqa G uslubidagi xarita. Mana shunda o'ynab ko'ramiz buguncha. O'zi ancha bo'ldi. Sana ketdik. Xo'p, odamlar bo'lib ko'rdik birinchisiga. Endi kim ko'rgan bo'lsa, odamlar endi o'sha Gondor shahrida yashovchilar. Odamlar hisobga kiradi. Endi ularga qo'shimcha Rohan bor. Rohan otliqlari bor. Haligi esa qiyin paytida Gandalf otliqlar yetlab keladi, o'shalar Roharim dedi. Xo'p. Mana bu yerda kuchayishlar bor, o'ziga yarasha, har bittasi o'ziga yarasha yordam. Mana bular o'sha Gandalf yetlab kelgan otliqlar, bu o'sha Aragorn bilan birga renjerlar, mana hobbitlar, mana bu haligi o'rmondagi bir siylar, haligi yana bitta druidga o'xshaydigan sehrgar bor. Bombadil degan. O'sha mana bu o'rmon, xullas bu yerda o'ziga yarasha har xil kerakli bo'lgan qo'shimchalar bor. Bularni olib qo'llash mumkin. Bular endi o'sha raqibni askarlarini mag'lub qilganida ochko beradi. Qancha o'ldirsanglar shuncha ko'p ochko olasizlar. 1 2 3 4 5 ketaveradida. O'sha 5 ta bo'lganda, masalan, buni olsangiz bo'ladi, 10 ta bo'lganda buni xullas 25 tagacha ketaveradi. Hammasini olsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q buni. Miqdori yo'q. Mana hozir men o'zimga jon ko'paytirish, ya'ni 50% askarlar jonini ko'paytiradi. 100% dan yarmini. Bu yerda o'ziga yarasha mana bu qal'angizni kuchaytirsangiz bo'ladi. Mana har bittasi har xil. Har bitta rassiyaniki har xil kuchayadi. Har bitta rassiyani mana o'zining qahramonlari, mana Boromir bor, Theoden bor, Eowyn bor, Theodenda aniqlar jiyani. Boromir bor, Boromirning ukasi, mana Aragorn bor o'zimizni. Eomer bor, buning jiyani yana bitta. Ikkovi aka singil bular. Mana Gandalf o'zi ham bor shu yerda. Xullas Uzuklar hukmdorini o'yini. Kimga yoqsa bemalol internetdan topib, skachat qilib, yuklab olib o'ynasa bo'ladi. Endi agar yuklashni bilmayotgan yoki o'ynashni bilmayotganlarga tavsiya berishimiz, yordam berishimiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p. Bu yer baraka, bu yerda faqat qanaqalar chiqar ekan. Kamonchilar yo'q, faqat yaqin jangdan urush qiladigan. Mana misol, qilich bo'ladi, nayzachilar. Ferma albatta hamma joyda kerak bo'ladi. Mana bu foiz nimaga chiqyapti deyishinglar mumkin. Bu foiz fermani qanchalik unumdorlikda soliq berishi qisqasi. Maksimal darajada menimcha hozir 25 beradi. 25 endi o'sha 100% bo'lganda 25 beradi. Mana hozir 24, 23, 30 berar ekan. Mana 25, maksimal darajasi 30 ekan demak. Kamonchilar alohida mana. Bularni mana kuchaytirganinglarda bular ochilib keladi o'zi. Mana unda o'zi ikkovi ochiq ekan. Hop. Asta sekinlik bilan hammasini qilaveramiz. To'g'risi generasiya o'rganib qo'ygan. Generasiyada faqat anaqa chap, anaqa bilan ishlataverasizlar. Ishga bilan bu yerda hozir tanlash uchun chap, yurish uchun o'ng. Men hozir o'ynayotganim bu ikkinchi qismi, ya'ni o'sha O'rta Yer jangi ikkinchisi.
biri ham bor, bundan keyin ikkini doполнениесі chiqqan alohida yana bitta o'yin bor. Unda yana bitta rassa qo'shilgan, Angmar deb. Mana hozir biz gnomlarga qarshi o'ynayapmiz ekan. Har bitta rassani o'zini kuchli, o'zini kuchsiz taraflari ham bor. Misol, odamlarda hammasi balansli deb o'ylayman, o'rtacha. Misol, eng kuchsiz askarlar anaqada bor. Misol, Mordorda bor. Misol, mana oddiy askar chiqarayotganlarimiz u yerda o'ta kuchsiz, ham tekinga mana bu yerda hozir 200 turibdi. Men 200 ga mashinani sotib olaman. Mordorda tekinga u. Chunki o'ta kuchsiz bo'ladi. Arzimagan anaqaga ham o'lib qolaveradi. Misol, mana bu bemalol mana shu askarni o'zi ikkita guruhni yo'q qilib yuboradi. Shu Mordorda ikkita guruhni yo'q qilib yuboradi. Mana shunaqa qo'shinani. Mana har bitta anaqalarga lever beriladi. Endi men to'g'risini aytsam, bu o'yinda oldin internetda anaqasini ko'rmaganman. Kimdir olib chiqqanini, qandaydir o'ynab ko'rganini o'zim ko'rmaganman, shuning uchun tushuntirib ketyapman. Agarda buni o'ynamaganlar bo'lsa deb. Chunki men buni o'zbek internetda, YouTube'da hech qayerda obzorini ko'rmaganligim uchun o'zim ko'plab tushuntirib o'tib ketyapman. Ma'lumot o'rnida. Lekin uzuklar hukmdori misol kimgadir yoqqan bo'lsa, shu menimcha o'yini ham haligi nima deydi? Unchalik og'ir emas. Misol o'ta kuchli video kartasi bor yoki Asus katta yoki boshqa bo'lishi shart emas. Oddiyroq notebookda ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Kuchli anaqa kerak emas bunga. Oddiyroq ham bo'laveradi. Otliq askarlar chiqarsanglar bo'ladi. Mana bu yerda katapulta chiqarsanglar bo'ladi. Qahramonlarni endi xohlagancha, misol, yoqqanini tanlab chiqarsanglar bo'ladi. Mana o'sha bular ham askarlarni ko'paytirib kelishni boshlashdi. Biz ham askarlar to'plab qo'ydik. O'ziga yarasha askarlarimiz ko'p. Lekin nima deydi? Mana. Lekin bilib olmaydi dushman, misol o'ziga yarasha kuchli bo'ladi. Aytayapman, har bitta anaqani kuchli kuchsiz taraflari bor. Stand fast, men. Misol, otliqlar eng menimcha zaif, lekin otliq deb aytamiz-ku. Misol, mana bu nayzachilar deymizmi? Shu nayzachilar bemalol otliqni birpasda yo'q qilib yuboradi. Mashlar bemalol yo'q qilib yuboradi. Xo'p, mana yangi qo'shimcha olamiz, o'rmon. Bu askarlarning kuchiga kuch qo'shadi. Nima deydi, hali ruhiy kuch bag'ishlaydi. Dadil bo'linglar, birodarlar. Ne bilgan bo'lsanglar, siz aytgan bo'lsanglar, bu yerda hammasi askarlar donali emas, gruppa u, ya'ni 10 tadan, 15 tadan, kerak bo'lsa 30 tadan gruppali har bittasi. Bunda ko'proq anaqaga harakat qilishgan, menimcha, hali realizm deymizmi? Sal murakkabroq qilib chiqarishgan. Lekin bilishimcha, mana shu bu o'yinni chiqargan bilan Gilnas chiqargan kompaniya ikkovi bitta. EA Sports. Mana ular anaqa chiqaribdi, Parol Daim, ya'ni o'sha kelgan uzuklar hukmdoridan keyingi chiqqan Hobbit ko'rsanglar, o'sha yerda mana shu Qirol Daim to'g'risida ma'lumot ketadi. O'ziga yarasha kuchli, yaxshi, nima deydi? Qirol bo'lgan.
Mana anchaga kerak bo'lsa, уже 4-o'rin, 5-levelga chiqdi уже mana. Biz ham bitam tekchi Baramirni chiqarmasak bo'lmaydi ekan-chi. Mana bu maslahatim, agarda o'ynasanglar, bu ham yaxshi-yu, lekin menimcha mana shu 600 bekarga qimmat emas-da. Yaxshiroq. Men aytayman, bilinyapti, уже mollar ham tez otadi, ham qandaydir nima deydi, o'rin ko'proq beradi. Mana buni olsanglar, bu yerda kuchlanish beradi har bitta anaqaga, askarga alohida. Lekin imkon boricha, iloji bo'lsa, birinchi o'rinda kamonchilar kuchaytirsanglar, kamonchilarning o'rni qandaydir anaqaga nisbatan kuchliroq deb men hisoblayman. Chunki oldin ham o'ynaganligim uchun menda o'sha skill bor bo'yicha. Lekin misol anaqa emas, nima deydi? Istalgan o'yinchi bilan bahslashaman, o'taman demayman. O'ziga yarasha qo'ldan kelgancha o'ynaymiz. Chunki men o'yin to'g'risini aytsam, hali baqir-chaqir emas, shunchaki stress tushirgani, ya'ni misol ishdan kelib charchadingiz yoki boshqa bo'ldi, normal uchun qandaydir ermak kerak to'g'risi odamga. O'sha bo'yicha. Mana bu yerda minora bor ekan, bombardinosiya bor ekan, hobbitlar chaqirsak bo'lar ekan. Birinchi minorani olib tursak, keyin bombardinlar chaqira olamiz, chunki hujum tez bo'lyapti, o'ta tez qilishyapti. Biz hali bir narsa qilib ulgurmasdan уже sraz bular kelyapti hujumga. Mana bu ustoy oldin jangchilarimiz yo'q. Faqat kamonchilar o'zi qoldi. Archers! Rangers! Quietly, men. We've improved the Red. Ana. Endi o'roni kuchliroq bo'ladi. Mana bu binolarda kuchayganligini foydasi, misol hammasi ochilgan taqdirda ham mana binolarda o'zgarish bo'ladi. Har bittasida birinchi qurganingizda asal oddiy bo'lsa, keyin sekin qo'shimcha mana minoralar, yonidan ochilishlar, boshqalar bo'ladi. Oxirgi 3-levelda почти hamma binoda kamon otiladi, ya'ni o'zini o'zi himoya qila oladi. Mana shu minoralar qurildi. Endi bemalol o'zidan o'zi kamon otib, o'zini himoya qiladi shu bino. Mana oddiy birinchi leveldagi bino mana. Bunda himoya yo'q. Hech qanaqa mana tepasida minorasi yo'q. Hozir 2 bo'ladi, sal o'zgarish bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi levelda mana shu o'zgarish bo'ldi. Endi buni 3 qiladigan bo'lsak, hozir minorasi qo'shiladi bunga. Hozir bularga ham katapultasi keladi, anaqalari keladi. Gnomlar ham o'ta kuchli. O'ziga yarasha texnik tomondan ular ancha kuchli deb o'ylayman, chunki ularda har xil kuchli katapultasi bor. Anaqa kinoda ko'rgan bo'lsanglar, hali to'ng'iz minadi. O'sha to'ng'izlari ham bor, hali minib kelishadi o'sha to'ng'izchalar. To'ng'izli aravachalari bor, katapultalari kuchliroq, nisbatan o'rni yaxshiroq. Qolgan naqalarga nisbatan. Rassalarga nisbatan. Endi rassa bizda turkum desami, tur deydimi endi to'g'risini aytsam. Qanaqa mana o'sha minib kelishni boshladi uni. Mana u minib kelishni boshladi. To'ng'iz mana oldida to'ng'iz turibdi. Endi bularda ham mana gnomlarda ham lekin odamlar bor. Bular o'sha kinoda ko'rgan bo'lsanglar, Hobbitda keladi bular. O'sha o'shaligi katta tog' qasrda chidali ajdarho qo'riqlaydigan joyda kichkina shaharcha bor, odamlar yashaydigan. O'sha shahardagi odamchalar anaqaga yordam berishadi. Strukturji bir-biriga yordam berib yashashgan bo'ladi. O'shalar. Ular rassasida chiqqan. Mana minora katta edi. Endi bu ham o'zini o'zi bemalol himoya qila oladi. O'sha bitta himoya anaqa chiqarsak bo'ladi. Faramir bor, mana misol Boramir bor. Aragorn ham mana 2700 bemalolcha to'plasa yetadi. Eomer bor.
Guard the White Tower. Askarlar kuchaytirib ko'rsak bo'ladi, misol. Qahramonlarga shashilmasdan. Chunki hozir srazu hujum qilib, srazu qilish maqsadim yo'q edi, tez o'yin tugatib qo'yish. Sal kuchaytirib, nima deydi, o'yindan bahra olib, bemalol, mana shu mana qo'ng'izli mana. Bir urganda buzib tashlaydi ko'p binolarni mana shu. Mana odamlar terib yuboradi, bitta dumalab borib turib. Shu yugurib kelib. Hozir ham mana orasidan o'tib ketaman dedi. Ammo nayzachilar xalaqit qildi. Nayzachilar otliqlar tez o'ldiradi dedim-ku. Bekarga emasdi. Buni xohlagan joyingizda qursangiz bo'ladi. Chegaralanish, hali hudud tanlash yo'q. Xolos siz dushmanning bazasiga ham ochib qo'ya olasiz, mana shu minorasini. Watch for the enemy. Endi bu o'yinda qanchalik sun'iy intellekt kuchliligini bilmayman-ku. Lekin askarlar ba'zan o'zini ham himoya qilmay qo'yadi-da. Misol, otyapti, bittasi qaraydi, qolganlari bilan ish bo'lmaydi. Menimcha sun'iy intellektga ishlashmagan. Yordamga o't degan anaqa bo'lmaydi ularga menimcha. Shu mana kuchaytirsa bo'ladi, mana qilichlarini kuchliroq qilib beradi shu. Keep a lookout. Ready your weapons. Monolar qolmabdi shu mana. O'lib ketibdi hammasi. Katapultani olmayotganim sababi hozir hujum qilmayotganim bois, menga hozircha kerak emas. Chunki kuchga bor aniq e'tiborim anaqa ketyapti. Hey, it's the enemy. They're here. Dushmanlar kelyapti. Mana odamlar bular. O'sha men aytganlar. They're attacking. Endi misol mana hobbitni tanlasak, bombadili tanlasak ham bo'laveradi bemalol. Misol mana otaxon tanlaydigan bo'lsak. Otaxon ham o'ta kuchli, bularga o'ziga salpasi yo'q, o'lib bo'ldi ham даже. Let's go. Bu yerdan kimni chiqarsak bo'ladi? Defenders of the White Tree. Our forces are under attack. Endi bombadilo chiqarsak bemalol mana yutib keta olamiz. Bombalaydi. O'zini qo'shig'i ham bor mana tayyor. Qobiliyatlari bor har bittasini. Ana, endi bu defekt bor shunaqa. O'zi bu o'yin paytda monitorlar HD monitorlarga moslanmagan. Oddiyroq qilib ishlangan. Masalan, mana Aragorn chiqaradigan bo'lsam hozir ketdi, Aragornga ketdi уже. Aragorn ham kuchli. Mana уже narxidan bir sezilan bo'ladi. Masalan, mana monolar bekarga arzon emas. 990. Borgan sari kuchayib ketadi. Mana bu yerdagi hech kim tanimayotgan Bredxor bu yasama qahramon. Bu kinoda ham, kitobda ham yo'q, o'zi mana shu uzuklar hukmdorining umuman anaqasida yo'q. Chunki buni o'zi yasab olsangiz bo'ladi. Agar xohlasanglar, videoda ko'rayotganlar, qiziqsanglar, redaktordan qanday qilib o'zingiz qahramoningizni yasashni, shu o'yinni qayerdan tortib o'ynash bo'yicha ma'lumot berishim mumkin. Qiziqqanlar uchun. Mana Roxar emas, shu manovi yordamga keladiganlar. Watch for the enemy. They have attacked. I will restore hope to men. Suppress the enemy. Mana Aragorn keldi. Mana yugurib ketayotgan bitta o'zi qahramonlar bitta bo'ladi. O'zi nomi bilan qahramon bittadan. Steel yourselves. Mana katapultasi ikkitalik toshatadi bular. Ancha jon yeb qo'yadi shuni hisobiga. Tepani har bitta nima deydi, rassani o'ziga yarasha kuchli taraflari bor. Aniq bitta rassani kuchli yoki kuchsiz deb bo'lmaydi. Askarlaringiz ham o'ziga yarasha o'sha levellariga qarab kuchayib ketaveradi. Mana
yulduz paydo bo'lganlar уже 5-level max. I will Undan not u let yog'iga our people o'smaydi fail. askarlar. To arms! Hit the enemy! Take cover, men! Stand clear of the fire! Rohirrim! Boqaring deyapti ona. The battle awaits! We're ready to ride out. Stand and fight! Send them to their graves! We must be quick! Lutman ham o'zini o'zi kuchaytirib ketaveradi. Siz ham kuchaytirib Take ketaverasiz. them quickly! Our enemy has claimed these lands. O mana. Bularga umuman qiziqi yo'q. heavy armor is ready. The enemy is upon us, men! Take them quickly! Crush us! I bid you stand! Men, attack him west! King of Gondor. Gondorning qiroli, taxt vorisi Aragorn. Over there! Hobbitlar chaqiraylik desam, hobbitlar bo'lmaydi. Kill them all! Undan ko'ra anaqalar chaqirsak, Italianlar, ya'ni o'sha manavi sheriklari Grand harvest is here! kelishadi mana. Fight with courage! I will destroy this Ana. foe yet! Drive him off! Sirrazi o'ldirib yuborishdi, uni yo'q yuborishdi. It's that Gollum creature! Drive them away! Hurry! Watch out for the fire! Hoppa. Ha, Gollum. Kim e'tibor bergan bo'lsa, mana Gollum. Hali kinodagi mening malagim deydi-ku. Over O'sha. here! It's the enemy! Take cover, men! Draw your weapons! Bu ham bor shu yerda. Rohirrim! Drive them back! Drive Uni them off! o'ldirsangiz haligi uzuk chiqib keladi. Stay sharp! Break off! Hunt them down! I will destroy this foe yet! Stand clear of the fire! We're under attack! To arms! Attack! Send them to their graves! Drive them off any way you can! Hobbitlardan olamiz. 9 o'p qoldi. Yana bitta qo'shilsa, 10 bo'lsa, hobbitlarni ham ko'rsataman hozir. It must not stand! Hobbitlar o'sha haligi pakana bor edi-yu. Retreat! Mana. Hobbitchalar. Fight with courage! Ular ham kuchli bo'ladi o'ziga yarasha. Pakana demang bizni ko'tarib uramiz sizni deydi, o'ta shunaqa. We must move on! O'ziga yarasha har bittasini o'ziga kuchi bor. Bekarga emas, tushuntirib qo'ygani. Endi u kinodan olib nima deydi, o'yinda ham yaratishgan. Deyarli почти bir xil vaqtda chiqqan deyishadi. 2007-yil, 2008-yil. Shunga o'yin eski, grafikasi unaqa cho'tka emas, bilaman. Lekin o'sha davrda kerak bo'lsa hozirgacha o'ynasa bo'ladigan yaxshi o'yin deb o'ylayman. Drive them away! Hurry! Pulimiz ham ancha ko'payib ketib turdi. Get them all! Dushman ham to'xtatmayapti. I bid you stand! Men of the west! Position! We're under attack! Biz ham to'xtatmaymiz, dushman ham to'xtatmaydi. Lekin hujum qilishga o'tib oldik biz. Dushmanni bazasidamiz. The enemy is here! Bu yog'iga ancha nima deydi, o'sha kelib oldikmi, bu yog'iga ancha ketaveramiz. Qaytish qiyin. Be gone! Aragorn ham уже mana 6-level bo'ldi. Qahramonlar 10-levelgacha, oddiy askarlar It is too much 5-levelgacha aytganimdek ketaveradi. Our forces are under attack! Elendil! Take them quickly! Mana bombardiro chaqiramiz. Bir pasda yordamlashib boradi. Our lands are under siege! Agar o'lsa ham hozir mana o'sha Gandalf bilan anaqilar chaqiraveramiz. Srazi Gandalf bilan 2 oy kelishadi. Mana bu yerdan shu tezlashtirib tursak. Our resources run Gather your weapons! The enemy is upon us, men!
Be on guard. Riders of the mark. Rohirrim! We guard the Rohirrim White deyapti Tower. uni. Inglizchasiga aytyapti, o'zbekchasiga. Keep ranks. Come, Rohirrim Rangers. Let us deyapti. scout for Gondor. There they are. What should we Gondor do? uchun deyapti. Endi kesishini men o'ta cho'tki bilib olaman, lekin har holda tushunayotgan vaqtiyatdan. Be alert, Rangers. Chunki buni o'rischasini o'ynaganman, hozir endi Get inglizchasini ready to ride o'ynayapmiz. out. Onward. Ready your weapons. Keep on your guard. Come, Rangers. Let us scout for Gondor. Quietly, men. O'zi основной strategik o'yinlarni yaxshi ko'raman, shu bois ko'proq shularni o'ynaganman. Endi internetda misol hammamiz istaymiz zerikkan paytda boshqa bo'ladi. Men ham endi har xil reyslardan chiqib qoladi, ko'proq chet ellikini ham ko'rib turamiz, o'rischani ham ko'rib turamiz. O'shani orasida chiqib qoladi. Ko'rib qiziqib o'ynab ko'ramiz qachon qilib, qanaqa ekan. Let us scout for Gondor. To'g'ri, eski yangi o'yin emas. I have returned Muhimi, to fulfill my destiny. o'zimizga yoqsa bo'ldi-da. Stay together. All you have to decide Hoppa, mana Gandalf ikkovi chiqdi. Mana u Gandalf bo'ladi. The battle awaits. Gandalf. The enemy is ready. Sound the alarm. Prepare yourselves. Let none stand. We're under attack. That is our road. They're going to turn. Then arrow ready. Our guard. Stand fast, men. Ha! Stay sharp. Sharpen your swords. Watch out for the fire. Riders of the mark. They're attacking the ring. Must be protected. The enemy holds these lands. To arms. Mashaykacha yugurishdi. Gnomlarda mana o'ziga yarasha anaqasi bo'ladi. Taxtasida tilla topishadi endi bular. Hurry. Let us make Mana shuning uchun ularga shaxta qilingan. Odamlarga ferma, bu ferma orqali ko'proq kinoda ham ferma ko'p bo'ladi. This way. Let us make haste. Bu anaqa emas, haligi Anywhere you can. It's the enemy. 3 ta anaqa bo'lsa, 3 ta rassa bo'lsa, uchovi ham bir xil emas, hammasiga o'ziga yarasha har xil. Bir yo'l otlarni ochib olamiz. 11 o'pdi, sabqisi. Drive them away. Hurry. Gandalf. Of the west. I will destroy this dragon. Brace your spears. Where is it coming from? You have no place in this world. Watch out for the fire. Otlar chaqirsak bo'ladi, mana bemalol. Otlar qo'shildi. Soldier battalion standing by. The west. The ring must be protected. Elendil! Nothing shall stand before us. Sound the alarm! They have attacked! Bir yo'la xuddi qilib qaytsak, bazasiga bir yo'la hujum qilsak, bir yo'la tozalab ketamiz-da. This day we fight. We must be quick. Attack! Xo'p, mana olsak, bu ashi ruhiy dalda beradi deydimi? Our enemy Xuddi has shunaqa. claimed these lands. Nothing shall stand before us. Be gone! Ular ketaversa ba'zi normal himoyalangan, agar himoyalamagan taqdirda ham Kill them bemalol bu all! yerdan aniq qilsak bo'ladi. Askar chiqarib o'zimiz himoya qilsak bo'laveradi. Hozir aslida bular kuchini yo'q qilish. Hobbitlar ham tayyor mana shu. We must counter this evil. I will go with you to the end. Va ular biz yo'q qilguncha biz ularni yo'q qilib olamiz-da. O'shaning uchun mana ular qalasini ancha kuchaytiryapti. Tashqariga har xil narsalar qo'yib, Take them quickly! o'sha o'zgartirish ancha qilib yuborishibdi. To arms!
Bekarga bular ham kuchli emas. Deliver our wrath! Elendil! Attack! Spread out! Fight on! We're under attack! The White City will not fall! Take them quickly! Ha, aytmoqchi, yana men bunga mod o'rnatganman, shuning uchun Be gone! ancha anaqasi yaxshi, menimcha kачествоsi yaxshi. Take them Shuning uchun quickly! kimga yoqsa, modlari bilan bir yo'l o'rnatishni Must instruksiya not qilib stand! o'rgatib ketishim mumkin. Yo, keyingi videolarda Withdraw! They're bombarding us! Draw your weapons! mana yangi narsa. Quyosh odamlar kuchaytiradi. Attack him! Quickly! Mana qandaydir o'zi muzika ham bor. Deliver our wrath! Kill them Elflar all! davosimi? Be gone! Let none stand! Drive them off any way you can! Mana bug shekilli 12 mana qala chachilib ketdi. Take them quickly! Be gone! Hoppa, otaxona tayyor bo'libdi. Bombadil. Qanaqa aytishim aniq bilmayman. Biz bombadil mana o'sha yerga shunaqa deb qo'yganda. There is always hope. We must move on! Bombadil. It's the enemy! Otaxon ancha kuchli Draw your lekin weapons! boshiga qarayapti nisbatan. Let none Endi u ham stand! Gendersdan ko'ra zaifroq. Lekin Fight with courage! Be gone! o'ziga yarasha kuchi bor. Bemalol mana bitta o'zi bitta guruhda kerak bo'lsa bir nechta guruhda yo'q bo'la oladi. Oh, look at there! The enemy is upon us! His boots are yellow. There you go. There they Nice to are. meet you. What should we do? I didn't see it coming, did ya? Rus samon shekilli yana o'zi qurishni boshladi maytga bir pasda. The enemy has settled here already. Kemasi ham bor ekan даже. Deliver our wrath! Ha, o'zi maytda bor ekan, mana bitta quruvchisi bor ekan, u quryapti yana даже. Let us move Davom forward. etyapti. It must not stand. Hobbitlar qolishdi, yana tirigi bor ekan. O'lib ketdimi pashli hammasi. Enemy has been defeated. Yutdik, tugadi. Mana bugun gnomlarni uzuklar hukmdori bilan ko'rdik, odamlarni ko'rdik. Agarda keyin qaysi anaqada rassada o'ynashimizni xohlashinglar, shuni komment yozib qoldiringlar. Shu bo'yicha o'ynab ko'ramiz. Agar komment hech kim yozmasa yoki boshqa bo'lsa, ketma-ket o'zimiz ketaveramiz. Ketma-ketlikda. Buguncha shu. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz degan umid qilaman inshaalloh. Xayr, salomat bo'linglar.